kepak, hop, o'zacanoq. o'zacanoq, kepak, silos ekanda. Shu bilan to'g'ri keladi bitta molga. Ha, 7 kilo aralashmani o'zimi yo silosni o'zimi? Aralashmasi, hammasi. Beriladi bu. Qanchadan beriladi buni? 3,5 kilodan beriladi. 3,5 kilo beriladi. 3,5 kilodan har bittasiga beriladi. Kechqurun o'shaga Ichki tashqi parazitlarga, hop endi yo'tal-po'tal, shunaqa narsalarga ivermak degan ko'r bor. Ivermak. Ha, 1 kilosiga 1 kilodan qilib. Assalomu alaykum savdo olami kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari akalar. Biz hozir Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida Abdumalik ukamizni molxonalaridamiz. Bu yerda boqilayotgan mana shunday sigirlar bor ekan. Shularni qanday boqilishini, nima berilishini va qancha rasxod ketishini, bir kunga bittasiga qancha rasxod ketishini ko'rsatib o'tamiz. Videoni boshlashimizdan oldin videoga tirs like bosasiz va kommentga qayerdan kuzatyapsiz shuni yozib qoldirasiz. Xudo xolasa biz bundan ham qiziq videolarni chiqarib boramiz. Chorvaga qiziqadigan aka-ukalarimizga podelitsiya qilib qo'yasizlar. Bo'lmasa biz videolarimizni boshlaymiz. Hormatlar. Keling aka. Abdumalik, sizsiz? Va alaykum assalom. Sizsiz? Boqyapsizlarmi, charchamay? Ha, sekin bo'lyapti aka. Qalay, qiynalmasdan. Qiynalmasdan sekin boqyapmiz aka. Bugunga Xudo xolasa aka katta sigirlarimiz ham bor. Burdoqiga boqilayotgan. Aha. Buzaklarimiz ham bor. Buzaklarimiz bor, ha? Yeb ichishlari, sog'lik salomatligi, nima ko'r qilishi, emlashlari, nech puldan rasxod ketishi bir kunga Xudo xolasa mana yoritib beramiz aka. Soni ham cheksiz ekan o'zi. Ham o'zi ko'ryapsiz aka. Bular buzoq. Bu tomonda buzoqlar deganlari ham bor aka. Buzoqlarimiz ham sotiladigan. Hozir bularni nima berilishini, qanday boqilishini ko'rsatib o'tamiz va u yoqqa o'tib sotiladigan buzoqlarni ham ko'rsatib o'tamiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa aka, ana yoritib boramiz. Hop. Bular aka sigirlar endi. Sigirlar. Ha. Shunaqaligi. Bordoqiga boqiladi hammasi. Boqiladiganlar aka. Bordoqiga sigir boqiladi. Nech bosh endi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 ta ekan, 12 ta ekan. 12 ta. 12 bosh sigir. Bu 3 tami 4 tani bolasi ham bor. 12 bosh sigir bor ekan. Bu yoqda mana uzoqlar ham serob. Endi bularni 5 tasining bolasi bor ekan. 5 tasi bolasi bor. Endi o'zi yotaveradi. Bular sal o'zi quvvatli tug'ilgandan keyin bolasi sotib yuboriladi. Keyin o'sha go'shini olishga boqilaveradi aka. Bolasini sotib yuborib, o'zini go'shini olishiga bordoqqa boqilaveradi. Shu oxirgi bolasi-da bo'ladi. Lekin nasl olgani nimaga yaramaydi. Endi beraveradi bolalarga. Nima desam bular yaxshi bola bermaydi. Qiynaladi baribir. Qiynaladi. Shunga bo'ladi aka. Hop. Buni masalan bugun ertalabdan nima beriladi? Masalan, keldingiz, ertalab turdingiz, siraz boqishga harakat qildingiz. Mana aka. Kepak. Hop. O'zacanoq, kepak, silos ekanda. Shu aralashtirib beriladi. Shu eng arzoni. Eng arzon usuli. Silos ham o'zi arzon aka. Aha. Kepak endi arzon narsa. Uni chuluq ham 5000 bo'ladi chanoq. Qanchada tayyor bo'ladi shu usulda boqilsa? Shu usulda boqilsa aka, Xudo xolasa 4 oyda yetkazsa bo'ladi. 4 oyda tayyor qilib. Uzoq 6 oyda boqilsa zo'r bo'ladi. O'zi asli eshitganman, ko'p boqilsa ham haligi yog' bosib ketadi. 3 oy eng normalisi 3 oy 4 oy. 3 oy 4 oy. Mo'g'ul o'zi aka mana 3 tamiz yetilib qolganmiz pastda, tayyor. 3 tasi yetilib semirib qolibdi o'zi. Tayyor bo'lgan. Bular endi yaqinda tashadi endi. Emlashlari bo'lib, sekin o'tib. Emlashga masalan nima beriladi? Tashqi paraziti bo'ladi, ichki paraziti bo'ladi. Bermak, shunga o'xshagan. Ichki tashqi parazitlarga, hop endi yo'tal-po'tal, shunaqa narsalarga ivermak degan ko'r bor. Ivermak. Ha, 1 kilosiga 1 grammdan qilinadi u. 1 kilosiga 1 grammdan qilinadi. Sigirlarga ham bo'laveradi. Sigirlarga ham bo'laveradi. Alben chizib qo'yamiz. Alben. U nimaga? Biladi, qulay varianti. Nimaga u alben? Tashqi parazitigami, ichkigami? Ishtahalarni ochadi, o'sha jigar qurti, shunaqa. Ichki parazitiga ekanda. Parazitlarga u. Hop. Alben beriladi, keyin ivermak. Bilsangiz, mollarda shalak kasali bo'ladi. Aha. Nima edi nomi esimdan chiqib qoldi, xullas sprey bor. Sprey. Shundan sepib qo'yiladi, o'sha shalak kasali qoladi o'shanda. Qoladi. Xudo xolasa. Hop, keyin ertalabga buni yegandan keyin hop. Hozir bu silos, mana g'o'zachanog'i, kepak aralashtiriladi. Qanchadan beriladi buni? Bunga aka, hop
Gideta bir 7 kilodan bu to'g'ri keladi bitta molga. Ha, 7 kilo aralashmani o'zimi yo silosni o'zimi? Aralashmasi, hammasi. 7 kilo to'g'ri 7 kilo keladi. atrofida to'g'ri keladi. Sababi bir paqir oshroq beriladi-da. Ha. Olib keyin bitta 9 o'nlarda bir suvoriladi. 9 o'nlarda bir sug'oriladi. Keyin mana shuni beriladi. Har bittasiga 3 kilodan, 3,5 kilodan to'g'ri keladi. Chuluq nimaligini tushunmaganlarga paxtani atxoti. Patxani atxoti. Paxtani maydalangani atxoti. Har bittasiga Bu adashmasam kunjara aralashmaganmi? Aralashma, chuluq kunjara aralashma. O'sha kunjara bilan chuluqda aralashmas ekanda. U hayron bo'ldim. Bu chuluq boshqacha bo'ladi-yu deb. Kunjara aralashmasi aka. Ular 3,5 kilodan beriladi har bittasiga. Bundan keyin, buni bergandan keyin 3,5 kilodan beriladi. 3,5 kilodan. O'pshi bir kunda 7 kilodan yedi chuluq o'sha aralashmani. Bir kunda 7 kilo. 7 kilodan yedi. Hop. Keyin kechib ketdi yana shu tartibda beriladi. Chanoq, silos, O'zi chanoq, silos, kepak. kepak. Shu usulda boqib 4 oyda yetiltiriladi. Desa bo'ladi. Xudo xolasa aka, bir kunda 25 mingdan rasxoti bor. Bir kunda 25 mingdan eng arzon usuli ekan. 25 mingdan rasxot qilinadi aka har bitta moliga. 25 ming bo'lsa arzon ekan. Men ko'p joyda ko'rdim. Hop, hali tiqishadi-da, asosan yemni ham kunjurani ham bosib berishadi, tezroq semirtiramiz deb. Unaqa menimcha bo'lmasa kerak a. Aka, u qimmatga ham tushib ketadi. Hamma narsa aka rejimi bilan. Shunaqa soatiga qo'yib a. Soatini, minutiga qo'ysangiz, o'zingiz inson ham rejimga kirgandan keyin Shunaqa. oz ovqat yesam semiradi-yu. Shunaqa. Shunday narsa aka. Ertalab o'sha 6:00 da beriladi buni. 9 dan 10 gacha suvoriladi. 9 dan 10 gacha suvoriladi. Obedda 12 da o'sha kunjara beriladi. Kunjara beriladi 12 da. Kechqurun o'sha 7-8 atrofida yana bir aralashmadan beriladi. Aha. Keyin u yotishdan oldin 9-10larda kunjara yana solib qo'yiladi. Sababi mol och yotmaydi. Och yotmaydi. O'sha ratsion shu ekanda o'zi. Shu asosiy yemish shu aka. Asosiy yemish shu. Sababi arzon tushadi aka. Mana buni qachon beriladi dedik? Bundan keyin silos ustiga. Bundan keyin yo'q, bu abitda beriladi. Ha, bu abitda soat nechida? Beriladi, o'sha 12 atrofida beriladi bu. Qanchadan beriladi buni? 3,5 kilodan beriladi. 3,5 kilo beriladi. 3,5 kilodan har bittasiga beriladi. Kechqurun 9:10 da yana bir paxta beriladi. Ha, buni to'q tutadi-da. Kunjara ham chanqatadi, ham to'q tutadi, qizdiradi ichini. Ha, keyin buni yeb olgandan keyin suvarib, zamonan yana o'sha ratsionda ketaveradi ertalab yana. Yana bitta narsa-da, hozir agar qochqis kelib qolsa, kuyib qolsa, nima qilinadi bularga? Bu judolat kuymaydi-da bular. Asli o'zi probeg yetib bo'lgan. O'zi qarigan-a? Qari bo'lgan. Ular faqat bordoqqa so'ygan voqiladi aka. Qarigan o'zi. Bozordan o'sha tanlab olishda qanaqasini tanlab olishda bir tushuntirib o'tsangiz. Yosh katta suyakli narsani tanlab olish kerak. Suyakli narsa ota xolasa aka. Bo'yi ham bo'lish kerak-a? Bo'yi bo'lsa bo'ldi. Bo'y bo'lsa, u yog'i semiraveradi-a? Semiraveradi aka. Masalan, mana shu molimiz qilganda, buni molimiz qilganda bu mol qilolmaydi. Sababi kichkina. Kichkina. Sig'dirgani, ming boqqaningizdan bu bo'yon narsani olmaydi. Shunaqa. Shunga suyagin narsa olib, bo'g'irish kerak aka. Keyin bo'g'oz chiqib qolsa-chi bular? Bo'g'oz chiqib qolsa aka, iloj boricha bolasini sotib sutga to'ydirib, menasini bordoqqa boqilaveradi. Tuqqandan keyin bolasini sotib yuboriladi. Bolasini kattaroq qilib, o'tga kirgandan keyin ajratib sotib yuboriladi, yana bordoqqa boqilaveradi aka bag'i. Mana ular ham shunaqa bo'lganmi? Adashmasam? Ha, mana shular mana o'zi bolasi borlar ular. Bolasi ham o'zi zotdor. Bolasi bilan olingan bular aka. Zoti bor ekanda, bolasi ham katta-katta. Bolasi ham katta-katta, xudo xolasa aka, suyagi bor narsalar-da. Endi haligi ko'pchilik chiroyli moliga ishqiboz bo'ladi, chiroyli emas aka. Haligi xunukdor chiroyli qilish kerak. Shunda baraka topadi. Dehqon odam o'zi shunaqa bo'ladi, qo'li gul bo'ladi. Ha. Ulug' molni olib, o'zimiz mol qurishimiz endi tushunamiz. Shunga ulug' narsani olib chiroyli qilish kerak aka. Odam shunday yutadi. Orqalarini ham ko'rsating. Orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. O'zi buzoqchalari ham normal ekan, u katta-katta. Fermani katta-katta buzoqlardan ekanda. Boqolasa aka, molni yaxshi boqilsa, bolalar yonga qoladi. Bu bolalarni ham boqib yemlab dahshat foyda qilsa bo'ladi-da. Foyda qilsa bo'ladi aka. Mana akalar, orqadan ko'rinishi. Bular qancha bo'ldi tashalganiga, boqishga tashalganiga? 1 oy bo'lib qoldi o'zi. 1 oy bo'lib qoldi, ha.
Bir oy bo'lib Bo'lmasa, qoldi. O'sha olganimizda to'g'rigan shu aytganimdek. Biz ham kucha Bir oylik buzoqcha. Ha, sotib yuboramiz buni ham. Ular sog'ilmaydi-ya umuman. Yo'q, sog'ilmaydi. O'sha bolalari emib, kuchga to'lib yuraveradi aka. Qo'llari emadi, o'zi ham semiradi. Mana videoda ham kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin aka mana. Normal mollar. Ha, o'sha. Mening bo'yim 1.90 aka. Bo'yingiz 1.90. Xotirjam hali bo'laveradi aka. 1.30 ag'baqda ekanda. 1.30 ag'baqda. Ha, keyin hada buzoqlarimiz bor, boqilayotgan. Boqilayotgan buzoqlar bor. Ular sotiladi ham, adashmasam. Yo'q, ular sotilmaydi, undan keyin sotiladi. Boshqa partiya ular. Ha. Bular ham aka o'sha boqilayotgan. Bular haligi imojini hali qochib hali bo'lmagan. Hali ko'pchilik masalan yoshini boqib, yoshini semirtirib bo'rdoq qo'yib boqadi. O'shanga biz kattasidan ham, kichkinasidan ham ba'zi o'zimizga pribir qilyapmiz. Bundan ko'p foyda qilsa bo'ladi, bundan ko'p foyda qilsa bo'ladi. Tekshirib ko'rilayotganda. Bundan ham tashab qo'ydik aka. Bular ham o'zi bir oy bo'lib qolib shekilli boqilganiga bulardi ham. Bir oy oshib bo'ldi, 1,5 oy atrofida. Ancha semirib qolibdi-da. To'lishib qolibdi. Ularni ham o'sha 3 oy ag'baqda yetiltiriladimi yo ko'proq boqish kerakmi? Bularni ham o'sha 3 oy 4 oy atrofida boqiladi bular ham aka. 3 oy 4 oy boqiladi. Hop 3, 4, 5, 6, 7 ta ekan-a? 7 bosh ekan akalar. Qanaqadir kamchiliklarimiz, xato va kamchiliklarimiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar, javob berib o'tib ketamiz. Boshqa menimcha so'raydigan narsa ham qolmadi menimcha. Ha, endi bu yerda sotiladiganlar bor. Sotiladiganlarni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Akalar, kamchiligimiz bo'lsa, yozib qo'yasizlar. Bunaqa ekan, unaqa ekan deb yozib qo'ysanglar, o'shanga qarab javob berib o'tib ketamiz. Bo'lmasa og'il to'g'ri haligisi. Og'il razmerini ham aytmayapmiz, chilik mana bitta. Og'ilimiz mana aka. Mana maydonini mana shifr bilan eng o'rtasini razmeri 3,5 metr. 3,5 metr, ha? 3,5 metr. Sababi nimaga? Buni lombasi bo'lgan yer bilan haligi o'rtaga somon ham bo'lsa bo'laveradi. Keyin issiq urmaydi. Issiq urmaydi. Issiq urmaydi. O'sha traplama plyuslar. Balandroq bo'lish kerak ekanda. Salqin turaveradi. O'rta 2 metr. O'rtamiz 2 metr, ha, bunaqasi. Bu ikki chekka mol turgan yerdan ag'i 3 metrdan. Mana mol turadigan joy-chi? O'sha mol turadigan joy, bu orqasida 1 metr yer bor, o'rtada xot bor. 3 metr, общий 3 metr. Общий 3 metr. O'g'rimiz tashqi tarafdan 1 metr. 1 metr. Ichi buni, ichi necha? Ichi aka bular o'zi 20 bo'lganda ham 80 atrofida. 80 ekanda. Chuqurligicha chuqurligi. Chuqurligi shu gideta 40-45 atrofida aka. Chuqurligi 45 atrofida, 40-45. Bu yog'i chuqurroqmi yo menga shunaqa ko'rinyaptimi? Yo'q, bu yog'i chuqurroq, sababi katta qo'nlarga moslangan. Ha. Shunaqa ventilyatorlar, dimoxodlar qo'yiladi aka mana. Dimoxod qo'yiladi. 4, 5. Har bitta molni ro'parasida ekanda bular. Bu tomonda yo'q ekan. Bu tomonda bor, tepada. Ha, tepada kichkina ekan-a. Bu taraf ochiq qo'yganiga o'zi ochiq yerdan haligi havo yaxshi aylanadi. Bu yer o'zi bekit taraf. O'shanga kichkina po'rtcha qilib qo'yilgan. Bog'dan kelayotgan havo yetadi o'zi. Qo'yiladi aka. Ventilyator qo'yib qo'yish kerak. Ventilyator qo'yilgan. Bu tomonga biz qo'yilmagan, endi qo'yamiz. Endi havo siyatdi. 3 ta ventilyator qo'yiladi. Shu endi menda kelib ketadigan mana ekan. Bag'i bor. Bu tomon bor. Sotiladigan u shunaqalarga. Bu yog'i sotiladiganlarga ekan. Ha, kirdi chiqdiga ega qo'yiladi aka. Ular sotiladiganlar aka. Bular sotiladigan, ha? Ha, Toshkent mollari aka. Toshkentga kelib kelamiz. Toshkent mollari. Platina bozoridan. Ularni akalar telefon qilaverasizlar, nomerni yozib qo'yamiz. Mana shular hammasi sotiladi, xunajinlar. Bular ham o'sha 3 oy, 4 oy, 5 oy uzoq-a. Ular yoshroq ekan. Hozirda boqish kerak ekan, yoshroq ekan. Sigirlar bor. Sigirlar bor ekan mana. Xo'rasa aka, telefon qilsa, hamma asarti o'shalarni topib yuraveradi. Rassan nomerga chiqishaveradi aka. Ota kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Kommentariyaga yozib qo'yishadi. Javob berib ketamiz. Faqat chiqarib yurgan bo'lamasmiz. To'g'ri tushunishadi. Xudo xolasa aka. Mana suvga ham mana suv qo'yilaveradi. Kuniga 11 mingdan edi ular. Ha, bular kuniga 11 ming so'm ekan-da rasxoti. Ha, buni kamroq ular ekan. Sababi ular kunjara yemaydi-da. Ha, g'o'zachanoq ekan-da. G'o'zachanoq, silos asosan. G'o'zachanoq, silos erkan. Kepak. Kunlik 11 mingdan har bittasiga. 2 oyda o'sha bo'yga cho'zib oladi, undan semirtirib boqilaveradi.
Bo'rdoqiga. Deganchilar bo'lsa aka telefon qilishaveradi. Bizga nomerini qo'yib qo'yasiz. Xohlasiz. So'raydigan narsalaringiz bo'lsa so'raverasizlar telefon qilib. Buni ular sotiladi aka. Birortasiga yoqib qo'ygan bo'lsa ham telefon qilishaveradi. Aha, bo'ladi. Mana ko'rsatib qo'ysak, Ha. sotiladi. Emlashlari nuqtasi sovg'a bo'ladi bular aka. Nuqta arqoni, emlashlari hammasi bonusda. Bo'lmasa, akalar, videomizni yakunlaymiz. Kamchiliklar bo'lsa, yozib qo'yasizlar kommentariyaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.